ko'rsatgandek sal kichikroq qilib to'g'rab olamiz. Qizil seriq sabzlarni videoda ko'rsatgandek sal ushag'aroq qilib to'g'rab olamiz. Noqutni 5 soat burun oldin suvg'ichlab yumshatib olamiz. Endi qozonga may qo'yib olamiz. Mening ishlatganim atbuloq 1-darajalik zig'ir mayi. Atbuloq maylari yerlik usulda tabiiy siqib chiqarilgan, uzuqlik qimmat saqlab qilingan sog'lom may. Ta'mimi shunchalik payzam, tetimliq. Ko'rib turganinglardek go'shtni sarg'aytib bekroq qo'rib olgandan keyin ozroq tuz silib etamiz. Undan keyin piyoz, zanjivil, samsoq silib qo'raymiz. Go'shtning mizlik chiqish uchun kavovuchi undan yarim qo'shq atrofida silib etdim. Undan keyin rangidan chiroyli chiqish uchun pandirni ushoq chanab silib etamiz. Bir qo'shq atrofida pandir qiyamini silib etdim. Ondan keyin sabzini silib 1-2 minut qo'rib etgandan keyin odatdagidan saljiqaroq qaynoq suv qo'yib qaynatamiz. Ondan keyin oson pishadigan noqut yong'yonlarni silib 10 minut qaynatib pishirib olamiz. Har kun shunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni kutayapman. Izdigan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayoniga haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Ang axırda tuz ta'min tetib olgandan keyin zirdan bir qo'shq atrofida silib etamiz. Aqmish qarmishdimi azroq silib, yaxshi aralashtirib taqsiga olsaqli bo'ldi. Undan keyin tayyor narinning xamirini silib, pishirib olgandan keyin suvoq suvda bir chaqib etamiz. Endi buni cho'ngroq bir qachiq silib, ustiga say silib iste'mol qiladigan bo'lsak, ta'm tilinglardagidek ajoyib o'xshaydi-jimi?